Rossiyaga kirayotganlar diqqatiga. Hozirda internetda Rossiya chegarasida telefonlarni tekshirish mumkinligi haqida gap-so'zlar tarqalmoqda. Ya'ni chegarada sizdan telefonni ochib berishni so'rashlari, undagi xabarlar, rasmlar va ijtimoiy tarmoqlarni ko'rishlari mumkin ekan. Ayniqsa O'zbekistondan va boshqa davlatlardan kelayotganlar orasida bu mavzu ko'p muhokama qilinmoqda. Agar telefonda taqiqlangan deb hisoblangan narsalar topilsa yoki telefonni ochishdan bosh tortilsa, ba'zi hollarda jarima, mamlakatga kiritilmaslik yoki qaytarib yuborish holatlari bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuning uchun safarga chiqishdan oldin telefoningizni tekshirib, ortiqcha yoki muammo keltirishi mumkin bo'lgan fayl va yozishmalarni ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. Internetda bu holat bo'yicha turli fikrlar bor. Kimdir bu xavfsizlik uchun kerak deydi, kimdir esa shaxsiy hayotga aralashish deb hisoblaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Chegarada telefon tekshirish kerakmi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.